Bizden için pek bir rivayet ettiren sıhhatka bula hazır. İkisi de bizden Zeeland komandasından Yusupov bizden Baltaş yigitini Şipiya oğlundan. Biz bugün şekilde onun için perişan ediyoruz. Bizden Zemlyak. Anan bugün qaysı jine şunsı birinci mertebe Tataristan şampiyonu bola turgandir deb bilamen men. Kommentator indi bizden mana shunda o'tiralar. Kimning nega titullari bor, nega aytmaylar? Nega aytmaylar? Mana shunda aytib borib bo'ladi ekanda. Balın ko'ramiz biz ani titullarini sizlarga kerak. Jamoat kim necha martaba qayda narsalarni utqan. Balın ko'ramiz biz ani. Bugun ko'z ko'ra. Billerge beylediler. Hadi bilge beylep kırışalar yigitlerimiz. Bizden indi bu rolik Allah verse bizden Baltaş sayısında ayda pırrat vatak oldu üstünlük İlyas'ta Baltaş sayıtlarında da para yaşatlar degende bu bizden so'nggi yillarda Tatariston chempionatında Baltaş'tan birinchi yigitimiz finalda kurash turgan 18 yoshdan yuqorilar orasida bizden endi o'zgan yilda subhanallah bunda bir İlyas davet bar olmuşlar. Bütün Baltaş senin bilen aytganim şey indi bizden İlyas jengib chiqsa o endi birinchi martaba Tatariston chempioni bo'lib tanlanacak. Evet. Bugungi kunda Shipiya o'g'lida yashay, otasi Niyaz Yusupov 3 kurashchi yigit o'stirib keladi. Bek opatni, subhanallah. Ana o'rtanchi yigitida o'g'lida aybat kurasha, hali 16 yoshida birinchi o'rinlarni yovlab boraydi. Evet. Bar olmuşlar. Bunda indi Любой ошибкаga alagib преимуществоны yo'qoltirgan можно. Mana ko'rdingiz haligina Karimov ustunlik oldi. Üç martaba orqaga yotsa kurash olimlari qo'llanmagan uchun предупреждение bilan проиграть etadigan bo'ladi. Sol orqasına. Akvat, предупреждение. Bizga hali bir ochko kerak qoldi. Tag'in bir ochko olsak, Allah bersa, aytganim shunday men İlyas Qangar motor kurash olimlari ko'rsatib, motor kurash ko'rsatgan uchun titul berishlik.
kurashni öğrenip, yatlab, soperniklarni yatlab kurasha. Bütün olimlarim qarab, kurashga joni tani bilan berilgan yigit. Hozir meditsina xizmatkorlari yordam ko'rsatadilar Karimovga. Miyaslava yong'ishlar. Sopernik endi shutka tugul. Sopernik bizning o'zgan yilgi chempion Zakirovni yengib finalda bizning Yusupov bilan kurashadi. Şolay bo'lgach, o'zgan yilgi chempionni olgan kishi Slaviy sopernik bo'la olmaydi. Bal indi kendisine üstünlük bir yarar bizim mümkünlük zor hali. Hayat tabir alabatta indi ne? Tabir alabatta olsan Allah dilese bizden indi o'zgan yil 60 kilohatlik Yusupov kurashib indidir haramchalik orqasında 60 kilodan tushib qolirga to'g'ri keldi hamda. Тоже до сих пор ул вопрос sütülmeden kelish. Üstünlük Hamashko, Haminde Yusupov bizning Tatariston chempioni. Молодец. Mana otasi Qishloqli, поздравить etdim birinchi marotaba. Mana shulay. Peshkanol F65 bilan birinchi atisi bilan İlyas Yusupov. Молодец.